Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ustuning kanali. Do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlarga juda ham kerakli va qiziqarli bo'lgan ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Marhamat, ko'rib tomosha qiling, videorolikka like bosish va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xullas, holatni ko'rdilaring. Nexia 2 avtomobilni olib kelishdi. O't olishi nihoyatda qiyin bo'lyapti, ya'ni yurgizishi nihoyatda qiyin bo'lyapti deyishdi. Avtomobilda hozir dastlabki diagnozlarni boshlaymiz, ya'ni nima sababdan bunaqa bo'lyapti turganligini sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'taman. Birinchi qiladigan ishimiz avtomobilimizda nimasini to'g'rilab olamiz, kompressini. Ko'ryapsizlar, mana 2U2 kompress. Bu nihoyatda past kompress hisoblanadi. Bunaqa holatda mashinadan o't olish juda qiyin bo'ladi. Buning sababchisi albatta benzin nasos bo'ladi do'stlar. Mana benzin nasosimiz holatini ko'ryapsizlar. Shlenglar chirib ketgan, pamperslar to'lgan va tashqi tomondagi nasosning korpusi qurigan. Bu degani nasos qizib ishlayapti degani. Va bu tomonda kabellari ham, ya'ni minuslari juda ham ayanchli holatda. Bularni ham joy-joyiga qilib to'g'rilagan holatda ishlab bitirishga harakat qilamiz. Mana yangi nasosimizni ustunovka qilib oldik. Pampersi, nasosning o'zi, shlenglari, zajimlarigacha xullas korpus qoladi, qolgan joyi hammasi yangi detal qo'yiladi. Oddiysini qo'ysalaringiz ish beraveradi. Va bu tomonda injektorimizni yechib olganmiz. Hozir apparatda birinchi qaynatib olamiz, kirlarni eritib va sepuvchi, ya'ni purkovchi tomoniga qo'yamiz. Bu bizga injektorimizni tozalab va bir xilda sepishini tashkillashtirib beradi. Ya'ni bir xilda sepguncha tozalanadi. Bundan keyin mana shunaqa holatda tayyor qilib trubkalariga teramizda joy-joyiga qotirib olamiz do'stlar. Hozir bu tayyor holati. Oldi tomoniga ozgina fulenta uraverasizlar uchiga. Sababi hozir injektor sandiraslar kichikroq chiqib qolyapti. Havo surib qolishligi mumkin. Endi sizlar bilan birgalikda yangi qo'ygan nasosimizda kompressini tekshiramiz do'stlar. Mana ko'rdilaring, 5 gacha chiqib 4,5 ga tushadi. Bu havo bor holati ichida. Havo chiqib ketgandan keyin 5 dan umuman tushmaydi bu. Oldingi tomonlari ham tayyor bo'ldi, massalari, injektorlar joy-joyiga qo'yib oldik. Endi avtomobilimizni yurgizib tekshirib ko'ramiz birgalikda. Do'stlar, ko'rdilaring, mashinamiz bir tepki bo'ldi. Juda ham ajoyib holatda yurib turibdi motorlarimiz. Agar sizlarda ham mana shunaqangi holat bo'lsa, shu tartibda tekshirtirib bitirib olsalaring bo'ladi. Bu videorolik albatta haydovchilarimiz uchun foydali bo'ladi. Ustalarimizga aqllilik qilishimiz, ustalar o'zi bilishadi qanaqa tartibda nima qilishligini. Videorolik sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa va sizlarga foydali ma'lumotlar berilgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Siz uchun foydali videolar faqat bizda chiqadi, xudo xolasa. Like bossangiz ham esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.